aytgandek bo'lasizda. Misol uchun, lekin biz kattalar hamma chegarani buzib bo'ldik. Biz kattalar buzdik. Yig'lasa telefon berdik, bolamiz nimani xohlasa hamma narsani muhayyo qildik. Yaqinda o'qib qolganim bor. Qaysiki jamiyatda qiyinchilik, og'irlik, mehnat bilan pul topilsa buyuklar yetishiladi. Qaysidir jamiyatda boylik, yengil hayotga bolani o'rgatdimi, u joyda dangasalar paydo bo'ladi. Kelinglar, biz hozir ota-onalar bilan muloqot qilamiz. Ota-ona eshitadi, oiladan boshlash kerak. Cheklovni ham, boshqani ham. Siz misol uchun bular telefon olib bersa, meni qizim yig'lab kelsa, menda bunaqa telefon yo'q, oyijon, bir kun yetadi, 2 kun yetadi, 3-kuni men ko'r-ko'rona borib olib beraman. Nega ota-ona bunaqa ahvolga tushib qoldik biz? Eng katta muammo shu. Yaqinda men Artur Conan Doyle'ning bitta gaplarini o'qidim, bolalarga qayta aytqizdirdim-da. Artur Conan Doyle bolaligini eslab shunaqa dedi. Onam yozgan edi. Mening bolamni noto'g'ri harakatlarini eshitgan kunim mening o'lgan kunimdir deb aytadi. Ana buyuklarni yetishtirgan onalar shunaqa gapiradi. Lekin hozirchi, hozir shundoq kelishadi, bolamga aytgan qildira olmayapman, bolam telefonni ololmayman, nega, qaysi ko'chaga kirib qoldik biz ota-onalar. Men murojaatim o'qituvchi sifatida oilani tozalab olish kerak. Birinchi navbatda. Hozir unaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak, unaqa qilish kerak deyish kerak emas. O'sha bor narsani real, aniq aytish kerak. Oiladan, o'zimizdan boshlashimiz kerak. Mana shu murojaatingizga bitta fikr qo'shib qo'yay. Hurmatli tomoshabinlar, biz harakatlarimiz maqsadlarimizga mutanosib bo'lish kerak-da. O'zimiz telefonga qarab bolamizga kitobingni o'qi deya olmaymiz-da. Bu o'xshamaydi. Bu soxta. Yoki hamma bog'cha bolalariga telefonni cheklab qo'yib, oldiga 4 ta o'yinchoqni tashab qo'yib, o'zimiz chetda tarbiyachi sifatida telefon ko'rib o'tirishimiz ham bu natijaga olib keladigan holat emas. Salbiy natijaga olib kelishi mumkin albatta. Ibrat amaldan boshlanadi. Xuddi shunday. Nima nazariyadan emas, amal qilsagina bo'ladi hamma narsa. Telefonlarsiz yashash ham mumkin-ku. Hammamiz mana nima deydi, ikkita davrda yashayapmiz. 81-yilda tug'ilgan bo'lsam, yoshligimizda bizda telefon bo'lmagan. Biz mazza qilib bolalik